Assalomu alaykum hurmatli televizor Dünya Uyghur Qurultayı To'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 5-oyning 10-kuni dushanba. Muborak Ramazon oyining 28-kuni. Hammalarga shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər bugungi xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Chet el matbuotlarida ko'rsatilishicha Germaniya, Amerika, Angliya qatorliq davlatlarning sohibxonlik qilishi va Avstraliya, Kanada qatorliq davlatlarning yaqindan moslashishida 5-oyning 13-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tkaziladigan maxsus Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyati haqidagi muhokama yig'ini Birlashgan Davlatlar Tashkilotida jiddiy krizga sabab bo'lgan. Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan bostirish siyosatlari mazmun qilingan va to'r orqali elib beriladigan yuqorqi yig'inga har qaysi davlatlarning Birlashgan Davlatlarda turishliq elchilaridan boshqa yana Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa, kishilik huquqni kuzatish tashkilotining raisi Kenni Churoch, Xalqaro kechirim tashkilotining bosh kotibi Agnes Kallamar qatorliqlarni maxsus so'z qilishga taklif qilingan bo'libmi Dolqun Aysa apandimning bu qitimqi yig'inda yepilish nutqi so'zlashga o'rinlashtirilishi Xitoy tarafining qattiq sabroyini o'rlatgan nuqtalarning biridan iborat. Navbatda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining bu qarorliq raisligini o'tayotgan Xitoy taraf Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan bu yig'inni darhol amaldan qoldirishga va o'ziga yaqin boshqa davlatlarni mazkur yig'inni boykot qilishga chaqirgan. Xitoy hokimiyati mazkur yig'inni to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tgan bo'lib, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi yaqinqi kunlardan buyon ko'plagan davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchilariga murojaatnoma yo'llab, ularni bu yig'inga qatnashmaslik haqida ogohlantirgan. Xitoy tarafining bu vaqtda boshqa davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchilariga yo'llagan maktubida mazkur yig'inni uyushtirgan davlatlarning tub maqsadi bo'lsa Xinjiangning kishilik huquq masalasini bahona qilib, Jongoning ichki ishlariga aralashish, Jongoni bo'lish va Jongoning taraqqiyotiga buzg'unchilik qilishdan iborat bo'lib, butunlay siyosiy orqa ko'rinishga ega deb ko'rsatilgan. Ba'zi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi vakillari bu yig'inni to'sib qilish uchun boshqa davlatlarning elchilariga sovg'a salom taqdim qilish, tahdid silish va iqtisodiy va'dalar orqali o'zlariga tortish qatorliq razil vositalarning hammasini qo'llanishga boshlagan. Natijada Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar Uyg'urlar masalasida yana ikki qutbga bo'lingan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yana Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bo'layotgan demokratik davlatlar bilan Xitoy hokimiyati o'rtasidagi bir maydon keskin kurashga sahna bo'lgan. Bundan ilgari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy kengashi yig'inlarida Xitoyning Sharq Turkiston siyosatini qo'llaydigan g'ayri-demokratik davlatlar bilan uningga qarshi turadigan g'arb demokratik ellari o'rtasida ko'p qitim jiddiy to'qinish va keskin diplomatik kurashlar jarayon qilgan edi. Kuzatuvchilarning qarashicha Xitoy taraf o'ziga yaqin ba'zi davlatlarning vakillarining bu qitimqi yig'inga qatnashmasligini qo'lga keltira olsa-mu, ammo yig'inni tamoman to'sib qilishi mumkin emas. Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandimi bu munosabat bilan bugun istansimizga qilgan so'zida hozirga qadar 12-may Ramazonning oxirgi kuni o'tkaziladigan bu navbatlik yig'inning kun tartibida texib biror o'zgarishning bo'lmaganligini va o'zining yig'inning sohibxon davlatlari Germaniya, Amerika va Angliyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchilarining bevosita taklifi bilan mazkur yig'inda yepilish nutqi so'zlashga hozirlanayotganligini ifoda qildi. Bu qitimqi yig'inda Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar va xalqarodagi puhraviy jamiyatlarning Sharq Turkistondagi Xitoyning ziyonkashligiga uchrayotgan Uyg'urlarni asos qilgan turkiy millatlarning kishilik huquqini qo'g'dashda o'taydigan roli nuqtaliq muzokara qilinadi. Dunyo Uyg'ur Qurultayining Sharq Turkiston va Uyg'urlarning vaziyati haqida hozirlab chiqqan 2020-yillik kishilik huquq umumiy doklati kishilik huquq tashkilotlarining va chet ellik tadqiqotchilarining yuqori bahosiga erishdi. Dunyo Uyg'ur Qurultayi tarafidan 7-may kuni to'r orqali o'tkazilgan doklad e'lon qilish yig'inida 42 betlik mazkur doklad Qurultayi raisi Dolqun Aysa apandim tarafidan bevosita ommaga tonishtirildi. Yig'inda Amerika Davlatlik diniy erkinlik komitetining komissari advokat Nuri Turkel, kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoy ishlari direktori Sofiya Richardson, Xitoyning Sharq Turkistondagi lager tuzumini dunyoga eng burun oshkorlagan va bu sababdan Xitoydan haydalgan fransiyalik jurnalist Ursula Rusulman Texnik institutining tadqiqotchisi doktor Temu Grusi qatorliqlar Dunyo Uyg'ur Qurultayi tarafidan e'lon qilinadigan yuqorqi dokladni to'liq muayyanlashtirish va dokladga yuqori baho berish bilan birga mustabid Xitoy hokimiyatining xalqaroning shuncha qattiq noroziligi va besimiga qaramay Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qaratib kelayotgan irqiy qirg'inchiligini va boshqa jinoiy qilmishlarni uzluksiz oshirib kelayotganligini, shunga xalqaro jamoatchilikning buni to'sib qilish uchun Xitoyga qaratgan turli jazo va embargo tadbirlarini yanada kuchaytirish orqali Xitoyga jiddiy besim shakllantirishning to'liq zarur ekanligini ta'kidlab o'tishdi.
Dünya Uyghur Qurultayının programma yetakchisi Zumratay Erkin xonimning riyosatchiligida o'tkazilgan doklad e'lon qilish murosimiga Dünya Uyghur Qurultayının vakillari, xalqarалық kishilik huquq tashkilotlarining va tadqiqot markazlarining mas'ullari, chet ellik jurnalistlar va akademisiyanlardan bo'lib 50 nafardan ortiq kishi qatnashdi. Yig'inda Dolqun Aysa apandi yana yig'in qatnashuvchilarining Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati, shundaqla Dünya Uyghur Qurultayının xalqaro siyosiy sahnalarda elib berayotgan faoliyatlari haqida so'ralgan turli savollarga astoydil javob berdi. Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan e'lon qilingan 2020 yillik kishilik huquq umumiy dokladida mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga qarata rahimsizlarcha elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumi, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan dinsizlashtirish va naslini quritish, madaniy meroslarini yo'q qilish siyosati, Uyg'ur sarxillarining ziyonkashlikka uchrash ahvoli, Uyg'urlarga qaratilgan yuqori besimlik nazorat va ta'qib sistemasi, Uyg'urlarning eng asosli madaniy meroslarining biri hisoblangan Qashqar qadimiy shahrining butunlay vayron qilinish ahvoli, Xitoy hokimiyatining chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarga qaratib kelgan tahdid, besim va ziyonkashliklari, Xitoyning o'zining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini oqlash maqsadida ishki tashqi jihatda jiddiy ilib berayotgan soxta tashviqotlari, Uyg'urlar masalasini qo'llab kelgan chet ellik siyosatchi, tadqiqotchi va jurnalistlarga qaratgan tahdid va jazolari qatorliq nihoyatda keng mazmunli Uyg'urlarning nuqtai nazari asosida ko'plagan dalil isbotlar bilan yoritib berilgan bo'lib, doklad yana Dünya Uyghur Qurultayının Sharq Turkiston xalqi nomidan xalqaro jamoatchilikdan kutadigan konkret orzu va talablariga tafsiliy o'rin berilgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 7 may kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi yig'inida qilgan so'zida hozirgacha Sharq Turkiston masalasining Xitoyning ichki ishi ekanligini va Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bilib davlatlarni Xitoyning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashganligini ta'kidlab kelgan Xitoy hokimiyatining bu xil sapsatilarga qattiq raddiya qaytargan. Reuters agentligining xabar qilishicha, navbatda Xitoy bo'lsa Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Bexatarlik Kengashining bu qarorliq raisi bo'lib, bu sababdan mazkur kengashning 7 may o'tkazilgan yig'iniga Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi riyosatchilik qilgan. Blinken yig'inda qilgan so'zida bu vaqtda to'xtalib mundaq degan: Davlatning egilik huquqi har qanday bir davlatga insonlarni qul qilish, qiynash, g'oyib qilib etish, o'z xalqi ustidan etnik tozalash elib berish yoki har qanday boshqa usullar bilan ularning kishilik huquqiga daxli tarz qilish huquqi bermaydi. Bu yil 2 may Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken CBS televiziya kanaliga qilgan so'zida kishilik huquq buzg'unchiligining Xitoyning ichki ishi emasligini yana bir qatim ta'kidlagan va Xitoyning universal kishilik huquqni qo'g'dash haqida xalqaroga bergan bu va'dalarga xiloflik qilayotganligini bildirgan edi. Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkiloti Onalar bayrami kuni e'lon qilgan tabriknomasida butun dunyo Onalar bayramini qutlayotgan paytlarda ko'plagan Uyg'urlarning mazkur bayramni tabriklashdan mahrum qoldirilganligini bildirdi va xalqaro jamiyatni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishga chaqirdi. Ular bayonotida mundaq dedi: Bugungi kunda Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik texmo ro'shanlashdi. Nurg'unlarimiz hayotimizdagi esil onalarimizni erkin holda qutlaqlayotgan paytlarda yana nurg'unlarimizning o'z onalarimiz bo'lgan rishtisi Xitoy Kompartiyasining ayirib etish taktikasida zardob chekmoqda. Bayonotda naql qilishicha, mazkur tashkilotning xodimi Aqida Po'lat 2017 yil dekabrdan buyon tutib ketilgan onasi Uyg'ur olim Rohila Davud haqida to'xtalgan. U mundaq degan: O'tgan 3,5 yildan buyon men onamning ovozini anglayolmayla qolmay, hatto uning nada ekanligini bilanmadim. Uyg'ur harakati tashkilotining ijroiya direktori Roshan Abbos mundaq degan: Uyg'ur ayollarining teni bu irqiy qirg'inchilikning jang maydoni bo'lib o'tadi. Ular majburiy bola tushirish, majburiy tug'mas qilish va hukumat qo'llagan keng ko'lamli bosqinchilikka duch kelmoqda. Xitoy hokimiyatining jinoyatiga qarshi turish hozir dunyoning vijdoni uchun eng cho'ng sinoq. Xalqaro jamiyat cho'qim insoniy izzat hurmat prinsipiga amal qilishi va bu dahshatlarni to'xtatishi kerak. Kishilik huquq organlari va tadqiqotchilar Xitoyning 1,8 milliondan 3 milliongacha Uyg'urni lagerlarga band qilganligi, bularning orasida ayollarning muboligi, ya'ni 500 mingga yaqin Uyg'ur farzandining ota-onalaridan ayrilib hukumat kontrolidagi yetimxonalarga elib ketilganligini bildirgan. Onundan boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning 2017 yilidan buyon yurtida qolgan ota-onalar bilan bo'lgan aloqasining uzib etilganligi xabar qilingan edi. Chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar 9 may Dunyo onalar kunini cheksiz azob, g'ashlik va ma'yuslik ilgida kutib olishga majbur bo'ldi. Chunki xeyli ko'plagan qarindoshlarimizning mehribon, qadrlik va so'yimlik onalari Xitoyning turmalariga, jazo lagerlariga va majburiy emgak maydonlariga band qilingan. Ya'ni ko'plagan qarindoshlarimiz vatandagi so'yimlik onalari bilan aloqa qilishdan uzun yillab mahrum qolgan edi. Texmo ichinishli yeri shuki, ba'zi qarindoshlarimizning onalari Xitoyning jazo lagerlarida shahid bo'ldi.
Masalan, Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun Aysa əpəndimnin qədərdan anısı mərhumə Ayxan Məhəmməd xanım 2018 yılı Xitayning vəhşi cəza lagerlərində şəhid bolğan və Dolqun Aysa əpəndim bu qaygılı xəbərini aradan bir qancha ay ötgəndən keyin başqalardan anlagan idi. Chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari 9 may Dunyo onalar kuni munosabati bilan e'lon qilgan bayonotlarida Xitoyning vatan ichida Uyg'ur onalarga qaratgan ziyonkashliklarga qattiq la'nat o'qish bilan birga fidokor, ishchan, ko'yimchan, mehribon va qaysar Uyg'ur onalarga Allohdan omon esanlik tilashdi. Amerikada aktiv faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur harakati tashkiloti 9 may Dunyo onalar bayrami munosabati bilan e'lon qilgan tabriknomasida butun dunyo onalar bayramini qutlayotgan paytlarda ko'plagan Uyg'urlarning mazkur bayramni tabriklashdan mahrum qoldirilganligini bildirdi va xalqaro jamiyatni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishga chaqirdi. Bayonotda Uyg'ur harakati tashkilotining ijroiya direktori Roshan Abbos xonimning tuvandagi so'zlariga o'rin berilgan. Uyg'ur ayollarining teni bu irqiy qirg'inchilikning jang maydoni bo'lib o'tadi. Ular majburiy bola cho'rish, majburiy tug'mas qilish va hukumat qo'llagan keng ko'lamli bosqinchilikqa duch kelmoqda. Xitoy hokimiyatining jinoyatiga qarshi turish hozir dunyoning vijdoni uchun eng cho'ng sinoq. Xalqaro jamiyat cho'qim insoniy izzat hurmat prinsipiga amal qilishi va bu dahshatlarni to'xtatishi kerak. 9 may kuni Yaponiya Uyg'ur jamiyati bilan Yaponiyadagi Tibet, Mongol, Hong Kong, Tayvan, Burma va Kamboja tashkilotlari birlashib mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga, Tibet, Mongol va Hong Kong xalqlari ustidan yurgizayotgan zulm va bostirish siyosatlariga, Tayvanga qaratayotgan tahdidlarga, shundaqla Xitoyning Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga qaratib kelgan kengaymichilik siyosatiga qarshi keng ko'lamli birlashma namoyish o'tkazdi. Oldi bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Tokyodagi organi oldiga to'plangan namoyishchilar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyning yuqoridagi jinoiy qilmishlariga va kengaymichilik siyosatiga qarshi kuchli inkas qaytarishga chaqirdi. Orqadan namoyishchilar qo'shini shahar markazini aylanib yurish ilib bordi. Bu munosabat bilan istansimizning maxsus telefon ziyoratini qabul qilgan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdukerim Abdurahmon apandim bu qitimqi birlashma namoyishining alohidaligi va ahamiyati haqida to'xtalib mundoq dedi. Bu endi namoyishning bir ortiqchiligi yoki ahamiyati. Hozirgacha biz Yaponiya xalqiga yoki bo'lmasa Yaponiya hukumati parlament a'zolariga o'zimizning dardini bo'layotgan ishlarni so'zlashga qo'shib, bu Xitoyning kengaymichiligi to'xtab qolmaydiganligi, bu Xitoyniki bizga zulm qiliblar emas, dunyoga bir tahdid ekanligini eskartib keldik. Bugungi faoliyatda buningga Burma, Myanmar, andin Kambojaning qo'shilib, yana Xitoy ustidan shikoyat qilgani bizning bu tavsiyalarimizning to'g'riligini isbotlab beradigan bir isbot bo'ldi. Bundan keyin shu tashkilotlar bilan yana davomli faoliyat o'tkazib mangamiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultayı to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishcha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.